qilyapmizda. Sen yolg'on guvohlik berding. Ha, bo'pti, yozib yuboring. Siz ham yozib yuboring. Ba'zi hollarda nohaqlik insonni asabiylashtiradi, to'g'ri. Ulasmi aka deydi. Ulasam ovoz kelmayapti. Xizmatga tuhmat bo'ldi-da. Ulug'bek O'zbekka ketdimi? Yo'q, Ulug'bek qamaldi. 1 yilga qamaldi. Voy, paydo bo'ldingizmi? Paydo bo'ldim. Zo'rbalarni avozga kerakda tanishingiz reanimatsiya yotibdi, 1 haftaga 7000 chiqibdi. Shunaqa qimmatmi? Albatta qimmat. Sizga tuhmat qilishdan maqsad nima ularga? O'zlaridan so'raylar. Tuhmat yomonlar. Falonchini shayton ayasi bilan ko'rishdingizmi deydi. Yo'q, ko'rishmayman, nima qilaman? Do'lar sog'inlik. Inshaalloh ulay maqsad ehson qo'ygan hozir. O'zi kimligini o'zi hamma bilib turibdi-yu. Men oqman, qoraman deb hali qilish kerak emas. Vaqt o'zi ko'rsatadi. Sabr qilib turamiz. O'zlarini o'zlari ochib berishadi. Bugun gapirgan gaplari ertaga to'g'ri kelmaydi. Kanaliga kirib eski mavzularni gapirib, o'sha mavzular nima bo'lgan siz bu eski mavzular o'tdi, endi yangilar gapiraylik deyapti. Gapirmagan gap qolmadi. Ayniqsa kechagi efirida rosa yeb qo'ydi bu bola gaplarni. Hamma gapi tarjima bo'lib vujud topshirildi bu. Hozir joy topolmayapti, qayerga bekinishni bilmayapti. Mazasini qochirib tashlaylar, savol berib, qani birorta gapingni dalili bormi deb mazasini qochirib tashlaylar. Hamma gapi mikin. Hammasi so'roq, odamlarni gangitish, xalqni ikkiga bo'lish, hali hammasi. Aka gap kim haqida deydi, bittasi haqida. Sen javob berib ol birinchi deydi. Javob bergizdirib yuboring siz. Qoyil qoling sizga. Falonchi o'zi gapirib yo'q bo'ldi deydi. Bo'ldi endi u tugadi u. Gap tugatdi, chunki u o'ylagan narsa chiqmaydi albatta. Men boshida aytdim sizlarga, ey insonlar, birovni bolasini qotil demanglar, politsiya gapiradi dedim. Internetga chiqib olib lakillashdi. Mana endi javobini beraveradi. Kim ko'p gapirgan bo'lsa, kim kimni nima degan bo'lsa, hammasi qonun oldida javobini beraveradi. Uni ko'rsatolmayman. Kerakli vaqtda, kerakli saytlarda chiqadi o'zi. Men o'zim uchun ko'rdim. O'zim haqimda ko'rdim. Men bu yerda yo'qman umuman. Nima haq bo'lsang u odamni qo'rqib ismini aytolmayapsan. Nima ismini aytaman? Kim haqida gapirayotganini bilib turibdi. U akang ash narsadan topib turadi, ash narsani qarab turadi ash narsalarga. Qachon qayerda yozib shantaj qilayotgan deb kutib turadi. Unga post kerak-ku, hozir post topolmayapti. Chirigan daraxt, ashnaqalarni oqtarib yuribdi. Koreyani politsiyasi naqda shashka o'ynab o'tiribdi, u akang chirigan daraxtni oqtarib yuribdi. Manqurt, borib akangga ayt u gapingni. Xattas avaz ber. Inchondaman. Nega kim o'ldirganini bilasizmi deydi.